Men ismim G'aynazar Guljon. Men bu faoliyatga kirib kelishimga 2 yildan oshib qoldi. Men ham birinchi diska grija 3 ta umurtqani orasida 17-5. Diska grija bo'lganlar bilsa kerak, diska grija ushaganda yurmay qo'yasiz. Qadam ham bosa olmay qoladi vaqti kelsa. Yo orqaga yo oldiga ketamiz. Qotib qolardim, dod derdim. Erim olib kelib, ko'tarib olib kelib o'tkazadi. U paytda resim ham bor edi. Resim 85 kilo edi. O'zidan tashqari 85 kilo edi, resim ham bor edi, ancha edi. Shu mahallamizda gepatitdan natijaga bitta kelin bor. Shu qiz siz ashing boring, hadi bansi yurmang dedi. Ash o'zimizdan nerv bo'yicha davolanishga borsam, meni kamarga qo'ydi. Kamarda tortganda meni battar ushab qoldi. Dod dedim. Doktor o'zi hijolat bo'lib qoldi u yerda, nima bo'lib. Keyin shartta u yerdan hech kimga indamadim, chiqib ketdim, keldim, sohiba opamga ko'rindim. Ko'rib holatimni tekshirib, mahsulot berdi. Ash yerda bansaga yotgan joyimga olib borib berdi mahsulot. Ash yerdan ichishni boshladim. Allohga shukrki, bir oy bo'lmasdan men belim, ertaman tursam ham bel og'rig'i bilan turardim. Turganimda o'zim tura olmasdim, gapni ochig'i. Yo birontasi turg'izib qo'yish kerak edi, yo bo'lmasa yo'lab qo'yish kerak edi. O'zim turib yurganimni bilmabman. Sezmabman ham hatto. To'g'risi ahamiyat bermaganman, ichayotganim. Keyin sen dedi bemalol bo'lib qolding, bilasan, voy belimlab chiqarding dedi qoldi. Keyin qattan ham dedim. Haqiqatan o'zim mashina bo'lib qopman dedim. Ichdim. Ikkinchi etapini ichayotganimda Jensk tomonidan juda katta muammoim bordi, bachadan tushib qolishi. Meni operatsiyaga buyurgan. Bachadan tortirib chiqarish, farzandli bo'lmaysan degan. Yara bo'lib ketgan, yiring bo'lib ketgan, oldirmasang iloji yo'q degan. Ham u tomonlama davolandim, ha bu tomonlama davolandim. Ikkita kasallik bo'yicha parallel davolandim. Men ikkinchi etapini ichayotganimda uyji bo'yimda bo'lib qolgan. Homiladorligim paytim qiyinroq o'tardi. Menda bezotachilik boshlandi, kelib mahsulotlar yo'qmayapti menga. Qaytib olinglar mahsulotlar dedi. Desam, yo'q, siz avval tekshirtiring. Yo'q, meni operatsiyaga buyurgan. Doktorlar mana shunaqa holat bo'lgan dedim. Desam, yo'q, siz tekshiring avval. Test qilib tekshirib ishonmadim. Gap ochig'i. Ishonmadim. Ha, bu ishonmayman dedim. Bo'lmagan narsa. Apparatga borib, ko'rib, tushunib, o'zim ko'zim bilan ko'rgandan keyin ishongan. Hozir 1,5 yashadan o'tgan farzandim bor. 7 yil orasida. Haqiqatan mahsulotlar ishonchli. Brenddagi mahsulotlar, issanglar bemalol bo'ladi. Bitta kasalliklarimiz, tananglarda qaysi kasallik qiynayotgan bo'lsa, shu kasalliklarga bemalol davo topasizlar. Allohga shukr, men shu paytga to'g'ri mana men 2 yildan oshayotganimda meni hali biror marta diska grijam qayta bezovta qilgan yo'q, na oyog'im og'rigan yo'q. Agar diska grij bilsanglar agar kechasi oyoq uyushib chiqish bo'ladi. Tinmay ushab qolish bo'ladi. U holatlar meni bezovta qilgan yo'q. Piramidalarga borib uchyapman deb. Rahmat.